Assalamu alaikum qarindoshlar. 16 avgust günü bizning en suyumli dostumuz, yani bizning konu inqilobchimiz o'zi Qashqarlik bo'lgan. 50 yıl, 60-70 yıllardan beri Moskvada turib, Rossiya tavalligida Uyg'ur madaniyatini yo'qotmay saqlab kelayotgan Rus xalqining orasida Uyg'ur an'anasi, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur barliq qarindoshlarini Moskvada to'plashtirib, chechildirib atmay, O'rta Osiyo bilan Sharq Turkiston bilan bo'lgan munosabatini tanishib kelgan inqilobchimiz, siyosiyonimiz, adolatchimiz, haqiqatchimiz, bizning suyumli akamiz Sherif afandim Qashqari 16 avgust günü dünyadan ötüptü. Biz onunla qattiq qayg'urdik. Bütün dünyadaki inqilobchilar, bütün Sharq Turkiston xalqi, mayli Uyg'ur, mayli Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Sherif afandimni biladi Allah hammamiz Sherif afandim uchun va bu oilasining Sherif afandimni yo'qotganligi uchun biz ta'ziya bildiramiz va oilasidan samimiy salom bilan billa hol so'raymiz va sabr taqat qilishni umid qilamiz. Ham Sherif afandimga ta'ziya bildiramiz. Qarindoshlar, Sherif afandim men turmadan chiqqandan beri haqiqat ustida qattiq turgan, adolatni o'zining nomusi deb bilgan, hargiz shuhrat uchun, pul uchun setilib ketadigan odamlardan bo'lmasdan, mayli qanday so'rin bo'lsin, Uyg'ur masalasidagi har qanday yig'in, har qanday so'ringa borsa, shu yerda o'zining 4 eg'iz haq gapini qiladigan ashundaq bir siyosiyonimizdir. Sherif afandim o'zi Qashqarda tug'ilgan odam bo'lib, ta mushu Moskvaga chiqib o'qib, mushu Rossiya tavalligida turish jarayonida o'zining vatanini ozod qilib qaytib ketishni bir qatimma unutmagan, shu madaniyatini chechilib ketmaslik uchun sargandar, O'rta Osiyoda sargandar bo'lgan, Moskvada sargandar bo'lgan qarindoshlarining ma'lumotlik, madaniyat har jihatdan o'zi mukammal tutib, har qanday qurilgan madaniyat tashkilotlariga o'zi ega chiqib kelgan bir qarindashimiz edi. Mana bugun biz shundoq suyumli bir akamizdan, shundoq suyumli bir sabdishimizdan ayrilib qoldik. Yakında biz Abdukim Baqi İltabir'den ayrılıp kaldık da bu gözümüzdeki yaşla kurumağandı. Akıllılar bizden Sherif afandim Moskvada dafn qilindi. Biz Sherif afandimning yatqa yerini Allah'tan cennet tilaymiz. Sherif afandimga Allah'ın rahmetini tilaymiz. Sherif afandimga biz u dünya ve bu dünya razı qilgan ishlaridan biz Sherif afandimninki yeni yerga tegsin, balları ve urug' tuqqanlari hammasi sabr qilsin. Biz mangu Sherif afandimni aslaymiz ve Sherif afandininki mangan izidan orzu qilgan umidlarini amalga oshirish uchun biz kurashni, Sherif afandim bizga nasihat qilgandek, Sherif afandimning bizdan talab qilgan ishlarining hammani biz amalga oshirish uchun hayot qolganlar ittifoqlashib biz shuning uchun tirishimiz. Sherif afandim bizningki shu ittifoqlashishimiz uchun davlatdagi yig'inlarga berib, nihoyat zo'r xizmat ishlagan. Sherif afandim o'zining nomusini, yoki o'zining g'ururini, yoki pulga, yoki manfaatga, yoki shuhratga, uni ko'z uni hujumlab, bu kishi ko'z buni hujumlab, bu xizmat qilib qo'ygandik, uni setib, bu xizmat qilib qo'ygandik, buni setib qildigan odamlarni shundoq yomon ko'radi. Sherif afandim shundoq odil, shundoq rostchil, shundoq qahramon, shundoq bir tarixiy shaxsimiz. Biz Sherif afandimga bütün Uyg'urlar ta'ziya bildiramiz va bütün Amerikadagi Uyg'urlar nomidan men Sherif afandimning oilasiga yana bir qatim samimiy salom yo'llayman. Sherif afandimninki namoziga yiroq yaqindan, yiroq demay aeroplanlar uchib kelib, va mashina poyezdlarda kelib namozini yerga qo'ygan barliq do'stlar, birodarlarga, sabdoshlariga va Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi
O'zbekistondagi barliq savoddoshlarga samimiy salom yo'llayman va sabr toqat tilayman. Rahmat, Robiya ona.